2025-yil 7-may ko'rib turgan gilosimiz Real Tiago 5 ga 3 sxema ekilgan. Mana giloslar mana shu tupida turib o'lchab qo'yadi, mana kallarga soladi. Mana 28. Mana 28 plus. Sal yemesdan uzdik. Mana ola tomoni bag'ridan pishganlarni ko'rsatib video qilaman. Kunga teskari tomoni pishganlari. Kaliber 28 plus mana. Bir xillar Real Tiago'ni mayda bo'ladi deyapti. U mayda bo'lishlik ozga ilm bilan boshqarilsa, bundan son mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta ekan. Kam solgani uchun ham. Mana shuni Dehqon akam bilan gaplashdik. 12 taga tushiramiz. 23 tadan ketgan ham 26 talik ham tanidik. Sabab 26 ta shoq bo'lgandan keyin stol KGB. Mana tomirimiz qora gilos 26 ta shoxdagi 2 kilodan meva qilgan bo'lsa 26 ta shoxda 52 kilo ketadi. Bering 30 kilo ham boqa olmaydi. Shunga sal shoqqa kamaytirib ilm bilan deganimiz shoqqa tomirga qarab, payvandga qarab shoqqa kamaytirish kerak, kalibriga erishish kerak. Buni hozir 3 metrga to'xtatib qo'yibdilar. Buni shu yil sentabrda 280 270 ga chiqmoqchimiz. 26 yoz sentabrda 2,5 metr 220 ga tushirmoqchimiz. Shu kalibriga erishish uchun. Biraz bir yilda tushirilmaydi, sababi tanani baqqollashib, yon shoxlarga yutib, mana bu gulkutlarni kuchaytirish maqsad. Mana butonlarni. Shu bunaqa bog'lanqa berish xizmatlarimizdan bor. Mana qizarganini qilib bering. Sal olon tomirlardan video qildik. Mana mevadan bir kuy bor mana. Bu 4-bargida. 4-bargida bu. 4-bargida bu tonnaga chiqish zo'r gilosda mana. Mana bir xil bog'larda yo'q shu hol mana. Qarang. Bu ham mana xomon o'zi. Mana. Yo'q, uzmali. Mana. Ha. 27. 26 solamiz. Shu endi Real Tiago'dan ham boqilishga qolamiz. Balovo sesini ham kutilyapti-ku, yo'q, qilmayotgan bog'i kutilyapti. Bu o'zini changlaydi, natijali bog'da har holda yiliga daromad qilasiz. Lekin balovo sesini ham kutilyapti, qilar, buyruqlar yanada qilar deb. Lekin bu voyaga yetgandagi mana 4 yosh, 3-yozda o'tganlar ozmoz qilgan, mana 4-yozga to'la 2 metr joygacha hosil bog'.